Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar hamda kitob ixlosmandlari. Ayni damda biz Do'stlik tumanidagi Sanoatchilar mahalla fuqarolar yig'inining yangi binosiga tashrif buyurdik. Bu yangi binoda aholining kitobga bo'lgan talabini qondirish maqsadida mahalla kutubxonasi ham tashkil qilingan. Keling, hozir sizlar bilan ushbu mahalla kutubxonasini ko'ramiz hamda u yerda jamlangan kitoblar hamda undan foydalanayotgan kitobxonlar haqida siz bilan yaqindan tanishamiz. Mazkur mahalla kutubxonasida mingdan ortiq turli yo'nalishdagi jahon va o'zbek adabiyotining eng sara namunalari joy olgan bo'lib, bu esa mahallada yashovchi aholini kitobga bo'lgan ehtiyojini qondirishga yordam bermoqda. Endilikda bu yerga tashrif buyuruvchilar nafaqat o'z murojaatlarini hal qilishlari, shu bilan birga bo'sh vaqtlarda kitob mutolaasi bilan ham shug'ullanishlari mumkin. Bu yerda yashovchi aholi mahalla binosida tashkil etilgan kutubxonadan juda ham mamnun bo'lishmoqda. Mahallamiz kutubxonasida ochilgan kutubxonasidan turli xil kitoblarni olib, o'zim uchun ham, farzandlarim uchun ham kerakli barcha kitoblarni topib o'qiyman. Ham mutolaa qilaman. O'zim adabiyot shinavandasiman, farzandlarim ham adabiyot shinavandasi. O'zimning ham uyimda shaxsiy kutubxonam bor. Yo'q kitoblarni albatta mana shu kutubxonadan topib, o'qib mutolaa qilamiz. Menga Muhammad Yusuf, Abdulla Oripov, Erkin Vohidovning kitoblari juda ham yoqadi. Barcha mazmundagi kitoblar bor. Mana bugun kutubxonaga kelib o'zim izlagan, qidirgan kitobimni topdim, olib o'qiyman va yoshlarga ham tavsiya beraman. Oilalar o'qinglar, tafakkurlarini kengaytiringlar. Shunday ekan, kitoblar va kutubxonalarga bo'lgan talab hech qachon yo'qolmaydi va kitoblar inson ongining ma'naviy yetilishida eng muhim manba bo'lib qolaveradi.